strategiyamiz how USD 30 minutlik time frame. Endi strategiya brat 303 strategiyasi bo'yicha sel qidiramiz. Selga ishlaymiz to'g'ri. Boya eshiklarda men buni bundan buyog'ini ko'rgan edik. Endi bundan buyog'ini ko'ramiz. Sizlarga yasqis bo'lish uchun. Xo'p. Boshlangan joyi 2157. Tugagan joyi 2207. Endi savol berishingiz mumkin. Nima sababdan boya bayga qidirayotganimizda biz mamlaqa joylardan olib ya'ni ko'pchilik soyasi tengni balobattari deydi. Nimaga endi selga qidirayotganimizda bu anaqani hisoblamayapmiz deb aytishingiz mumkin. Sababi birinchi maksimum deb endi уже maksimumdan selga qidiramiz, minimumdan bayga qidiruvdik, endi maksimumdan selga qidiramiz. Birinchi maksimumni 2207 dan olyapman. Sababi mana buni yapon switcha deysizlar, ko'pchilik o'zi yapon switcha yo'q hamma. Bizga narxi muhim deganimdek, bizning strategiya bo'yicha agar mana bu soya deymizmi endi, teng deymizmi, yana jir, balobatlar har xil bo'lishidan qat'iy nazar 30% dan yuqori bo'lsa, mana shu yarim soat ichida, yarim soatlik time frame to'g'ri, misol uchun 2185 точно aytaman. 2186 dan 2222 ga chiqib ketgan. Yarim soat ichida narx borib kelgan. Mana shu joyda 30% dan oshiq bo'lsa, 30, 35, 40% bo'ladigan bo'lsa, biz faqatgina mana shu yopilgan joydan olamiz. Tushuntira oldimmi? Birinchi maksimumda. Endi ikkinchi maksimumimiz bo'ladi. Mana. Ikkinchi maksimumimiz. E'tibor qilinglar. Mana buni olmadim. Qancha oson bo'lardi, lekin olmadim, e'tibor qilamiz. Mana buni oldim ikkinchi maksimumni. Uchinchi maksimum avtomatik уже mana bunga aylanyapti. Uchinchi maksimum. Biz selga qachon kiramiz va stopni qayerga qo'yamiz? Stop bo'sh aytganimda 500, 400, 600, 700 pips. Kayfiyatlarga qarab. Taykimiz muhim lekin. Taykki har doimgidek 2157 va 2207 bo'ladigan bo'lsa, 2207 bilan 2157 ni oralig'idagi 60-70% ga qo'yasizlar. Men taxminan qo'yaman endi mana bunga. 2207 dan 2173 gacha misol yomon emas. Selga yurganda misol zelka ochiladigan bo'lsa, bir lotdan ham 197 ming, 87 2000, 77 3000, 3700 pips bo'ladi. O'zi selga ko'proq aniq qilaman-ku, bu bayga ham selga ham bir xil ishlaveradi, farqi yo'q. Men 3x da yoqdim. Tek urdim. Bo'ldi. Tek urdim. Tekka yaqin qolganda, narx mamitlarga kelganda xohlasanglar bizubitga qo'yib qo'yinglar shetga. Tekka dal suringlar. Impuls boshlangan joyga suringlar. Xohlasanglar dal surib olinglar. Endi o'zlaring ishinglar, lekin tek urdimi? Bo'ldi. Sal pastroq qo'yaman, qatga qo'ydim. 73 ga qo'ydim adashmasam. 73 ga qo'ygandim, to'g'ri. Sizlar o'ylamanglar, ana milliard ishlayveraman. Yo ishlaysizlar, xudo xolagan bo'lsa, rizq bo'lsa albatta ishlaymiz. Shoshmasdan ishlaymiz. Xo'p, bu tushunarli bo'ldi. Endi davom etamiz boshqacha ko'rinishida, ya'ni selga qidiramiz yana. Xo'p, videomizni davom etamiz. 1677 da narx. Bizga kerak, nima kerak bizga? Oxirgi buy impuls kerak. Selga qidiramiz. Buy impuls deb mana buni olamiz. Boshlangan joyi mana 1657. Tugagan joyi esa mana. Boy aytdim nimaga men buni hisoblamashimni. 35% dan shu bo'lsa hisoblamayman dedim. Esinglarda bo'lsa. Birinchi maksimum bor. Endi ikkinchi maksimum ham bor. Nimaga bu yoqqa qo'yilganini ham bildinglar. Ikkalasida ham yarim soat ichida 35 dan ko'p. O'zi asli suvda kam bo'lgan deb qo'ya qoling, sizlarga tushunarliroq bo'lish uchun suvda kamroq bo'lgan. Suvda kamroq bo'lgan. Bir tomon qochib ketgan to'g'riroq bizning tilda aytganda.
3 maksimumimiz mana. Mana buni ham olsak bo'ladi, buni mana bu turog'idan ham olsak bo'ladi. No разницы нет. Xo'p, 3 maksimum. Biz esingizda tursin, oxirgi impuls. Mana, последний impuls. Последний impuls. И mana shuni 60%. 60% ga yetadi. Mana shu bo'lsa kerak. 77 dan 68 gacha. Mayli 67, 65 bo'la qolsin. 65 600. Tekimiz bu, esinglarda. Narxga e'tibor qilamiz. Bizga 67 552 dan keyin biz stop loss bilan, take profit bilan selga harakat qilamiz. Take urdi. Take urdi bo'ldi. Sel buy qidirishdan sel qidirish ancha oson tillada. Sabab faqat tillada ko'rsatib beraman, chunki tilla eng xavfli hisoblanadi. Valyutalarni, juftliklarning ichida, paralarning ichida eng xavflisi tilla hisoblanadi. O'zi aslida funt dollar valyutalarining ichida eng xavflisi-ku, lekin общий anaqada foyda jihatdan, zarar jihatdan, volatilность jihatdan oltin birinchi o'rinda turadi. Mana bu o'zimning shaxsiy fikrlarim, shaxsiy yondashishimda aytib qo'yaman endi. Xo'p, strategiyaning umumiy qoidasini tushuntirib beraman. Buy'ga ham, selga ham bir xil. Seldan buy'ga qidirganimizda 3 ta minimum qidiramiz. Buy'dan sel qidiramiz, selga analiz qilmoqchimizmi? 3 ta maksimum qidiramiz va 3-maksimumdan keyin kutamiz. Birinchi maksimumimizni masalan bitta 1677 dan o'tdi. O'tganidan keyin sell сделка ochamiz. Обязательно stop loss bilan va take profit bilan. Bu majburiy. Narx mabodo take'ga keladigan bo'lsa, siz boya aytganimdek, sal buyoqga bizubitga. Lekin обязательно bizubitga take bo'lsin, bo'lmasam xonavayron bo'lib ketasizlar. Stop loss ham bo'lsin. Hozir yana bitta ekzemplar ko'rsataman. Selda juda oson tushundinglar menimcha. Keyin M15 ga o'tamiz. Bularni bir-biridan farqli joyi bor. Ishlash prinsipi почти bir xil. Shu sababi 303 ligini tushunturdimmi boyda? 3 qizuv bizga. Qolgani 0 ga aylanib ketib qoladi. 2 trojka deydi, 2 ta 3. O'shaning uchun. Qolgani 0 ga aylanib ketib qoladi. Biz uchun yo'q hisobida bo'ladi. Sizlar savdo qilayotganda bor-ku, eng katta aytib ketish shu narsani juda ko'pchilik xato qiladi, boshqa qiladi. Sizlar savdo qilayotganingizda mana bu grafikka juda ko'p qarab orasizlar-da. Narxga qaramaysizlar. Yo grafikka qarash kerak, men analiz qilyapsizlar. Hozir men ham sizlarga tushunarli bo'lsin deb qilib beraman. Boshqa qolman. Mana shu analizni liniyada ham qilib beraverdim. Mana birinchi maksimum 2 3. Ozgina temay qolibdi. Nimazni deydi. Soddaroq qilib aytganda. Sababi narxga qaranglar-da. Tekshirib qilinglar, narxda o'zi mana hozir bu liniyada ko'rsatdim. Endi pinchaylik. O'zi mana bu narsalar ham qiziq emas. Sizlar faqat mana menga qarab savdo qilishingiz kerak. Prosta har anaqada yarim soatda yozib bormaysizlar, misol uchun sizlar nima deydi, kakka anaqa aytaysizlarga. Yozib bormasligingiz uchun mana bu grafik kerak bizga. Xohlasanglar liniya sifatida, xohlasanglar switcha ko'rinishida, xohlasanglar boshqa. Sizlar bu strategiyani switcha ko'rinishida, mana yapon switcha payti analiz qilib ishlata qolinglar, boshqada chalkashib ketib qolasizlar, qiyinlashtirib orasizlar. Men sizlarga hozir qiyin formula, tenglama boshqa aytmayman. Narx keldi, birinchi maksimumga, xohlasanglar daftarga yozib qo'yinglar, 1677 552. Xohlasanglar anaqa liniya qo'yib qo'yinglar. Xo'p, keldi. Ikkinchi liniyaga keldi. Ikkinchi maksimumimizga keldi. 1678 ikkini aformit qildik. Mana bunaqa joy deydi-yu boya. Mana shunaqa joy deydi. Yo'q, mana bunaqa joydan-da. Mana bu deydi. Mana bu yo'q deb ko'rsatdim-ku. Uchinchi maksimum bormi? Bo'ldi. Birinchi maksimumdan qaytdimi narx, уже selga harakat. Selga сделка ochdinglar, take, stop. Bo'ldi, всё. Stopni xohlasanglar mana bunga qo'yinglar, xohlasanglar mana bunga nimazni ichinglar, farqi yo'q, sharoitga qaraysizlar. Take'ga urdi, bo'ldi, сделкani yopdinglar. Keyingi partiyaga, уже keyingi anaqaga harakat qilasizlar. Yana bitta holat ko'rsata qolaman, keyin
M15 ga o'tamiz. Yana bu joy tushunmay qolgan bo'lsanglar, noto'g'ri anaqa bo'lib qolmasin. M30 da oxirgi tushuntirishim sel bo'yicha. Aytganimdek, oxirgi impuls mana shu holat bo'lsa, mana vaqti 2022-yil 18-aprel soat 16:00. Bu 33 bilan sizlar 30+5 bilan vaqt ozgina farq qiladi. Shuni imid o'qib ketinglar. Chunki men bilan sizlarning o'ranglarda ozgina vaqt raznicamiz bor. 2 soat raznicamiz bor ekan. Xo'p. Mana shu holatda bayga ham ko'pchilik analiz qiladi, selga ham analiz qiladi. Ko'pchilik shoshib qoladi, boshqa qiladi. Flat zonaga ham o'xshab turibdi, e'tibor qilinglar. Bizga nima kerak? Oxirgi impuls mana. Boshlanish joyini olamiz 971. Birinchi maksimum deb olamiz 987. 1600 pips, 1700 pips. Necha yomon emas. Ishlasa bir lot bilan. Ikkinchi maksimum avtomatim bo'ladi 93. Uchinchi maksimumimiz bo'ladi 96. Tushundinglar a? Men naqsam sal. Men prosta sizlarga bor va явный anaqani emas, murakkab joylarni ham ko'rsatib ketyapman. Soddalashtirib, osonlashtirib, чтобы любой время ishlatsanglar bo'ladi. Faqat strategiyaga amal qilinglar. Albatta strategiyaga amal qilinglar. Stop loss, take profit 100% qo'yilishi shart. Qo'yilmasa bo'lmaydi. Uchidan ushiyman, mamlakat joyidan ushiyman, u shart emas. Maqsad foyda qilish. Maqsad mana bu anaqadan foyda qilish, savdodan, forexdan foyda qilish bo'ldi. Boshqa maqsadinglar bo'lmasin, u kimgadir nimanidir isbotlash shart emas maqsadinglar foyda qilish bo'yicha. Bo'lsa, bu qachon optinglar bir 8 yil, 10 yil, 15 yil bo'lgandan keyin rekord, balobatlarga harakat qilsanglar bo'ladi. Lekin ne обязательно sizlar maqsadinglar foyda qilish. Shu esingizda tursin. Chalib qolmaylik anaqadan strategiyamizdan. Xo'p, 71 87 bo'lganidan keyin 77 76 ga qo'y 1100 pips. Take qo'ydim. Stoppa holinglar 97 ga, 98 ga, 99 300 pips, holinglar 500 dan 300 pips qo'ydim. 3x da anaqa qolman, simulyatsiya qolman. Tez bo'lishi mumkin, ozgina sekinlashtirib ko'rasizlar uchun. Bu oxirgi anaqamiz M30 ga M15 ga o'taman o'sha.